Assalomu alaykum farzand ishqibozlari. Farzandlarimiz tomosha. Shom payticha dom berib yemaslik bularga. Qon ochib qoladi. Biz ko'p nari tomonda uchastka borda, nari tomonda. Duvoldi yag'ida bog'. O'sha yoqqa o'tib ketishibdi, ko'p daraxtlarda yotadi yag'ida. Qolgani mana shu daraxtlarda, duvollar ustida yotishadi. Tomosha kelar farzandlar mana. Xonak, hammasi xonak. Ish tebada mana setka yo'q, mana shu yerda yotadi bular hammasi. Manalarda ham bor. Oqpazan, Selebristi, Korolevskiy. Qolgani yo'q. O'tib ketibdi g'alagadir. Bulardan bitta bo'lib yo'qoladi. Bitta kam qoladi. Kutib hammasilari qo'shniki. Daraxtlar ko'pda baland aqli daraxtlar. O'sha yoqqa o'tib ketishadi ko'pi. Selebristilar. Mana shu daraxt tepasida yotadi selebristilar. Shu odam bilan o'ynashadi. Hammaga nasib qilsin shunaqa g'azallar boqishlar. Birortasi odamdan qo'rqmaydi. Oyog'ini tayida do'ngiyapti. Mana farzandlarimiz shom bo'ldi mana. Joylashdi, boshlashyapti hammasi. Bitta bo'lay deb. Bitta selebristi demak yo'q joylashdi mana. Bitta yotadi. Qo'rqqandan tushib oldi. Bitta makiyon, Korolevskiy makiyon. Selebristiy xo'rozi. Shu yoqqa o'tib ketishga shaylayapti. Chetda yotadi. Mana shu Zalatoyga chiqyapti. Mana bu Poloniya daraxt bor mana. Uni ustida Zalatoy, Selebristiy, tepasida eng tepasida turgan Nepal makiyon. Hammasi mana shu yerga joylashaveradi. Hozir Zalatoylar chiqadi yana balki 3 don yeyishyapti. Assalomu alaykum farzand ishqibozlari. Farzandlarimiz tomosha. Shom payticha dom berib yemaslik bularga. Qon ochib qoladi. Biz ko'p nari tomonda